2018-2019 yillardan beri shu ishlar bilan shug'ullanib kelamiz. Oldin shu ko'pchilik qatori Rossiyalarga borib, aytda ham bu ishlarni qilib ko'rganmiz. Keyin baqa O'zbekistonga qaytib kelib, chetda ham shu harakat qilsa, yaxshi ishlasa, dehqonchilik orqasidan ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi degan fikrda biz shu yangilik ishlarni yo'lga qo'yib, uzumchilik, pavloniya, dekorativniy narsalar, orqamda ko'rinib turgan narsalar, shu narsalarni yetishtirish bilan shug'ullanishni boshladik. Men shu ishni boshlaganimga 6-7 yil bo'lyapti. Uzumchilik sohasi shunaqangi keng sohayganki, bu yildan shu yangi uzumlar 10 xildan oshiq, umuman O'zbekistonda yo'q uzumlarni ham izlanib, boshqa davlatlardan olib kelib, shularni ko'paytirib, xudo xolasa xalqimizga shirin-shirin uzumlarni, qimmatbaho uzumlarni xudo xolasa yetkazib berishdi. Harakatidamiz, xudo xolasa ish jarayonlari ham bo'lyapti. Shu aprel oyiga ko'chatlarimizni olib chiqib, xalqqa berishda narxlarni ham chiroyli qilib, arzon qilib, hattoki mana shu bir dona kaltakda Yaponiyaning uzumlari bor. $500, $400 bir dona kaltak. O'shalarni olib kelib 1 yildan keyin o'zimizda kaltagini ko'paytirib turib, xalqqa o'shani 10 baravar arzon narxga biz sotuvga qo'yapmiz shu narsalarni. Hozir bizda ish jarayonlari bo'lib o'tdi va 2 kun oldin ishlar tugatgan edik. Bizning qo'limizda shu ish jarayoni bo'lgan 1 oy 2 oylik davrda ishsiz yoshlar, mahalladagi xotin-qizlarni 15 tadan 30 tagacha shu bizning xonadonimizda o'shalar ish bilan ta'minlanyapti. Xo'p, hozir bizda общий yangilik uzumlar, o'zimiz mahalliy uzumlariga общий soni bir 10 mingtadan oshiqroq shu uzumni 10 xildan oshiq turini yetkazyapmiz. Bundan kelib chiqadigan daromadi o'rtacha taxminan shu 150 million atrofida daromad qilamiz. Shuning orqasidan oilaviy o'shaning ichidan shu mahalladagi ishchilar, shularni ham ancha-muncha shu yerdan tirikchiligi o'tadi ularni ham.